Qo'ng'irot tumanida o'qituvchilarning kasbiy mahorati va ijodiy salohiyatini namoyon etishga qaratilgan 6-chi ijodkor o'qituvchilar olimpiadasi bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir maktabgacha va maktab ta'limi tizimidagi umumta'lim maktablari hamda ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari pedagoglari o'rtasida tashkil etildi. Unda o'qituvchilarning bilim darajasi, pedagogik tajribasi va ijodiy yondashuvi sinovdan o'tkazildi. Olimpiadada har bir ta'lim muassasasidan 5 nafardan o'qituvchini o'z ichiga olgan jamoalar ishtirok etdi. Bellashuv 2 bosqichda tashkil etildi. Birinchi bosqichda ishtirokchilar test sinovlari orqali o'z bilimlarini namoyon etdilar. Test savollari kasbiy yo'nalish, pedagogika, psixologiya hamda ta'limga oid normativ-huquqiy hujjatlar bo'yicha tuzildi. Ikkinchi bosqichda esa diktant yozish jarayonida o'qituvchilarning savodxonligi va til madaniyati sinovdan o'tkazildi. Qaraqalpaqiston Respublikасы Мектепке шекемгі һәм мектеп білімдендіру министрінің 2026 жылы 6 февральдағы 29 салы бұйрығы текарында ұлыма білім беру мекемелері педагог кадрлар арасында 6-шы дүрүтүші оқытушылар олимпиадасы өткерілмекте. Бұған районымыздан 29 мектеп командасы белсене қатынаспақта. Мағлұмат үшін айтып өтетін болсақ, өткен жылғы, яғни 5-ші дүрүтүші оқытушылар олимпиадасында районымыздан Қарақалпақстан Республикасы басқышынан 46-ші мектептің лидерлер командасы сыйлы бірінші орынды алуға ерісті һәм Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекем һәм мектеп білімдендіру министрінің Қарақалпақстан білімдендіру ағыласы көкірек нышанын алуға мессар болды. Tadbirni o'tkazishdan maqsad fan o'qituvchilari o'rtasida sog'lom raqobat muhitini yaratish, malakali fan o'qituvchilarini aniqlash va ularni qo'llab-quvvatlash, ularning tajribalarini o'rganish va o'zaro hamkorlik ko'nikmasini shakllantirish, o'z mutaxassisligidan tashqari boshqa fanlar bilan hamkorlikni kuchaytirish, ta'lim sohasidagi qarorlarning mazmun-mohiyati bilan yaqindan tanishish va ijodiy izlanuvchanligini rivojlantirishdir. Yusuf Qidirbayev, ETV telekanali uchun Qo'ng'irot tumanidan tayyorlandi.